Avvalambor assalomu alaykum do'stoni aziz, azizlarim. Men shunaqa xursandmanki, bu festival do'stlar diydori bo'lib ketdi. Butun xalqlar do'stligi yig'ilishib, mana hozir ham konsert davom etyapti. Hech kim hattoki buyuk afsonaviy insonlar Jo'rabek Nabiyev, Jo'rabek Murodov ustozlarimiz ham o'tirishibdi, ketganlari yo'q. Shu yoshiga qaramasdan men baxtlimanki, mana shunaqa ustozlar bilan birga o'tirib, ularning suhbatlarini oldim. Shunaqa bir ovqat yeyish ham esimizdan chiqib ketdi. Chunki bizga ozuqa. Men ozuqa oldim o'zimga. Yil bo'yi ishlagan, bir yillik hamma nima deydi, tashvishlarim, charchoqlarim hammasi ketdi. Bu men o'ylaymanki, juda ham kerak ekan bunaqa uchrashuvlar, bunaqa nima deydi, bu mana shunaqa konkurslar, mana shunaqa festivallar albatta san'atkorlar uchun, xalqlarning bir-biriga do'stligi uchun bu juda ham zarur va muhim deb o'ylayman. Shu fursatdan foydalanib Tojikiston, O'zbekiston prezidentlariga men ta'zim qilaman. Chunki mana bizni hozir maqomlarimizni prezidentlarimiz shunaqa bir baland pog'onaga ko'tarib qo'ydilarki, bu biz ustozlarga juda katta yo'l ochib berdi va shogirdlarimiz bilan mazza qilib ko'tarinki ruhda ishlayapmiz. Men nima deyman, mana shu fursatdan foydalanib, mana shu festivalni mutasaddi insonlariga, bu yoqni vaziriga, O'zbekistonni vazirlariga juda ham katta rahmatlar aytaman, shularni uyushtirib bizni mana shunaqa qovushtirganliklari uchun va bardavom bo'lishini Allohdan tilab qolaman. Yana ko'rishguncha mana shunaqa festivallarda iloyim bardavom bo'lishini xohlayman. Hammaga sog'lik, omonlik tilab qolaman. Kara gözüm